Kanalimiz muxlislari, internetda yangi tarqalgan novasi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymas uchun like va podpiska bosib qo'yishingiz mumkin. Unda biz boshladik. Mana bu ko'rinishdagi nafas qilayotgan insonlar uchun A-firma xizmatimiz bor. Bu A-firmamiz internet mahsulotdan tayinlanyapti. 6 profildan, ichi esa 230 lagasidan to'qib beryapmiz. 1 metrni 260 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Qiziqqalar bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Bu turdagi 3-4 xil usulda yasab bera olamiz. Xori kerak degan insonlar uchun mana ko'rinishda xorilarimiz bor. 1 metr 170 ming so'mdan 210 ming so'mgacha tayinlab beryapmiz. Nimasi farqi bor degan insonlar uchun tushuntirib o'tamiz. Eniga farqi yo'q. 0.25 dan 0.38 gacha bo'ladi. 6 profil bir tomoni butun bo'ladi. Taq qismi, tepa qismida esa chok bo'ladi. Har 2 metrdan choki bo'lsa 170 ming so'mdan. Xudosa chokdan muammo bo'lmaydi. O'zimiz planga qo'yib kontrol qilib chiqaramiz. 190 ming so'mlik bor. Bir dona chok bo'ladi. Bu mana ko'rinishda bo'ladi. Choksiz qilib bering degan insonlar uchun ham siz aytgan razmerda choksiz qilib bera olamiz. Uni metri 210 ming so'mdan tayinlab beryapmiz. Bu xorlarimiz 7, 8, 9 metrgacha bez ustun qo'yaverasiz. Loy, to'g'ri, patolotni ko'tarib turaveradi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. 9 metr ziyod bo'lgan joylar uchun qo'sh xorli qilinadi. Albatta uni telefon orqali gaplashib kelishamiz. Kontrakt mahsuloti mana bu ko'rinishdagi poltoxtalarimiz chiqadi. Stabilniy chiqadigan poltoxtamiz mana bu ko'rinishda bo'ladi. 0.55 ga 240 bo'ladi. 1 kvadratni 100 ming so'm beryapmiz. Albatta nostandart poltoxtalarimiz ham bor. Mana bu ko'rinishdagi stabilniy chiqadigan razmerdagi poltoxtamiz bor. Razmeri 240 ga 116 bo'ladi. 1 kvadratni 125 ming so'm beryapmiz. Albatta holatiga qarab. Kontrakt mahsulotimizni lagasi o'zi sotiladimi degan insonlar uchun albatta sotiladi. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Bo'yi 230 bo'ladi. Bir donasini 85 ming so'm beryapmiz. Buni esa 80 ming so'm beryapmiz. Nimasi farqi bor degan insonlar uchun bir tomoni kichikroq bo'ladi. 80 ming so'm, 85 ming so'm. 90 ming so'mlik lagamiz ham bor. Qovurg'a laga deyiladi bu. Buni ham bemalol 3 lagamizni 90 laga qilib ishlatsangiz bo'laveradi. Bu yerda esa ham poltoxtalar bor. Bular kvadratni 120 ming so'm beryapmiz. Mana ko'rinishdagi 4x4 profillarimiz sotuvda bor. Razmeri 4x4, bo'yi 230, 260 bo'ladi. Bu narsaga ahamiyat berasizlar. Stenasi 2x2 bo'ladi. 1.8 lik ham bor. Buni bir donasini 48 ming so'm beryapmiz. 2x2 stenasini, 1.8 stenani esa 45 ming so'm beryapmiz. Qiziqqanlar bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Bu profimizda ham mana bu ko'rinishdagi firma qilib foydalansa bemalol bo'laveradi. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, vaqti bilan narx-navomiz o'zgarib turadi. Mana bu ko'rinishdagi profillarimiz esa 710 ming so'm beryapmiz. Eshibozlarimiz bor. 5 ga 10 bo'ladi, bo'yi 250, bir donasini 125 ming so'm beryapmiz. Bo'yida ozgina farq bo'ladi, qolgan razmerlar bir xil bo'ladi. Bozimizni bir donasini 115 ming so'm beryapmiz. Mana bu ko'rinishdagi mahsulotimiz bor. Eshik ruchka deyiladi. Bu bemalol turli xil maqsadlar uchun foydalansangiz bo'laveradi. Bo'yi uzunda 65 ming so'm, bo'yi kaltasini esa 65 ming so'm beryapmiz. Konteynerimizda barcha turdagi mahsulotlar bizda bor. Bemalol telefon qilib aloqa chiqarasizlar. Mana bu ko'rinishdagi 3 ga 1 listimiz bor. Razmerlar 3 metrga 1 metr, stenasi 4 bo'ladi. Bir donasi bu tozalangani 700 ming so'm beryapmiz. Tozalanmagan esa 1 million 100 ming so'm beryapmiz. Mayda razmerdagi stabilniy chiqadigan poltoxtamiz bor. Ko'pchilik biladi buni. 1.16 ga 1.39 bo'ladi. 1 kvadratni 80 ming so'm beryapmiz. Mana bu ko'rinishdagi poltoxtamiz ham bor. 0.63 ga 1.63, bir donasini 80 ming so'm beryapmiz buni. Tayyorlik so'ragan insonlar uchun ham tayyorliklarimiz sotuvda bor. Bundan bemalol ko'pirlik qilib ishlasizlar bo'laveradi, foydalansangiz. Mana bu ko'rinishdagi chanalarimiz bor. To'sin, laga, strapilar qilib bemalol foydalansa bo'ladi. Xudosa optim holatda bor. Bir donasini 600 ming so'm beryapmiz. Albatta narx-navomiz o'zgarib turadi. Listlarimizni mana yon list, tom listlarimizni mana ko'rinishda zabor qilib foydalansangiz bo'laveradi bemalol.
Videomizdagi ba'zi bir xato kamchilikka ro'y bergan bo'lsak, uzr so'rab qolamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qo'ldan kelgancha kontent mahsulotini obzor qilib berdik. Hammaga rahmat.